matritsada turamiz. Sevgi ham bu energiya, bu programma sifatida bizga joylashtiriladi. Gap mana shu ustozlar orqali kelayotgan potoklarni olib hayotimizga kirg'izish va nima qilish, hayotimizni yangi darajaga keltirish. Hozir sezasizlar, ты тоже будешь ощущать, сейчас они прям сонастроены. Bu yerda torlik qiladi. Biz даже anglamagan natijalarni ham berish mumkin. Har bir odam mana shu narsani shakllantirsa, 10 tasi уже 10 ta oila o'zgardi. 10 ta oiladan sipochka ketdi. 20 tasiga ketdi, 30 tasiga. Ularning maqsadi shuning uchun bu trip shakllantirilyapti. Biriktirilgan. Kim sivilizatsiyadan qo'rqsa, mana shu savoliga javobga e'tibor beringlar. Tugatish, yakunlash, yosharish. Chunki tanamiz bu bizani katta bir источникimiz. Mana shu tashqarida energiyalar har xil bo'lishi mumkin. Давайте раскрывать. Это для меня это чудо. Да, для меня тоже. Благодарю. Assalomu alaykum, Shahnoz Saydaliyevna va barcha sizning eshituvchilaringiz, izlanuvchilar, ruhlar, hammangizni bugungi Buxoro vakillari, yetti pirlarimiz haqida bugungi intervyuyimizni olib boramiz va hammangizni bugungi intervyuyimizda eshitib, o'zingiz uchun yangi informatsiyalar, yangi bilimlar, balki yangi energiyalarni his qilib, o'zingizda ochilishlar kuzatish uchun bugun yig'ildik aslida. Assalomu alaykum hammaga. Всех приветствую. Yetti pir energiyasi bor. Hozir sezasizlar, и ты тоже будешь ощущать. Сейчас они прям сонастроились. Меня сонастроили. Bundan juda ham xursandman. Благодарю тебя. Я очень рада, что сегодня меня пригласили. И сегодня я прям готова задавать вопросы всех, кто интересуется трипом, который будет скоро. И кто не интересуется также. И очень хотелось бы, чтобы люди смогли соприкоснуться с сегодняшней энергией интервью, для себя раскрыть новые информации, новые поля, что есть возможности меняться, что есть возможности менять свою жизнь, меняя себя в лучшем качестве и в легкости. Va men juda ham xursandman bugungi intervyuda. O'zimni juda ham qanaqadir tanlangandek his qilaman va bundan juda ham xursandman. İnsanlar qiziqayotgan savollarni, ya'ni o'zimda bor savollarni sizga berib murojaat qilib va shu savollarni ochib, o'zim uchun ham insonlar, eshituvchilar uchun, ruhlar uchun yangi bir bilimlar, energiyalar, ochilishlar bo'lishini va shu yetti pir ilohiy kuch energiyalari o'zimizning O'zbekistonda bor ekan, Buxoro shahrida bor ekan, bulardan juda ham bir o'zimizni o'zgarishlarga tayyor bo'lsak, ya'ni inson o'zgarishiga, dunyoqarash o'zgarishiga tayyor bo'lsa, bu imkoniyatlar borligi haqida insonlar bilib va shu imkoniyatlardan foydalansalar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Va yetti pirga asoslangan savollarimiz bor. Ularni sizga berib boshlasam. Да, я готова. Marhum, juda ham xursand bo'lamiz. Nafaqat men, barcha vakillar bizlar bilan birgalikda и rivojlanuvchilar albatta holatinglarga e'tibor beringlar, потому что siz ham holatingizga e'tibor bering. Сейчас идет подключение идет и сразу же чипga berdi bu energiyalar. Значит, будет простройка qanaqadir, ya'ni kim bormoqchi bo'lsa и borishga qanaqadir yetmaydi-da, nimasidir yetmasa, видимо, mana shu yetmaslikni простройка qilib ochib berish imkoniyatini yaratib berishadi ham deb o'ylayapman. O'zi yetti pir bir haqida bilganlar bor va bilmagan insonlar ham bor. Ya'ni yetti pir haqida eshitganlar, lekin
chuqur o'rganmaganlar ular kim, ular bizlarga qanday yordam bera olishlari mumkin, o'zi yetib bir energy tripida qatnashgan insonlar buni haqida yashab o'tgan, ya'ni hayoti rostdan ham o'zgarishlarini ko'rishgan, ya'ni yashab o'tishgan, lekin bu haqida umuman informatsiyaga ega bo'lmagan insonlar ham bor va shu insonlar uchun shu bizani hozirgi intervyuimizni shu savoldan boshlasak, yetib birlari ular kim, O'zbekiston uchun, aholi uchun qanday yordam bera oladilar, chunki ular qo'llarini uzatib turibdilar, buni his qilyapmiz. Чувствуешь-да? Ha, va shu chorlovga qanday o'zingizni informatsiya qilib insonlarga, ya'ni insonlar uchun tushunish oson bo'lishi uchun shu haqida aytib o'tsangiz. Благодарю. Благодарю. Avvalambor yetib bu проводниклар. Da, bular проводниклар, ularni o'ziga xos bo'lgan missiyasi bo'lgan, o'sha davrga, o'sha madaniyatga xos bo'lgan. То есть они проводники, они имели и до сих пор у них своя миссия. Они же продолжают свою миссию. Ular o'zini missiyasini davom ettirishyapti. Ahamiyat bering. То есть u paytda tirik holatida hozirgi paytgacha haligacha shunchalik bir darajada bo'lgan проводникlik imkoniyati potensialini, ya'ni resurslarni shunchalik yiqqanlarki, energoyomkosти shunchalik bir kengaygan va barcha 144 ta energiyalarda yerdagi mavjud bo'lgan 4 ta qatlam, 5 ta qatlamgacha mavjud bo'lgan barcha 144 ta energiyani yiqqan проводникlar bo'lib hisoblanadi. То есть bular barcha haqida, yer dasturlari haqida xabardor. И o'shaning uchun ular o'zini bir holatini, o'zini bir jarayonlarini, то есть tanlanib ma'lum bir nima desam ekan, mamlakatni ma'lum bir holatlariga, то есть da o'zini fiksatsiya, ya'ni o'rnatilgan yuqori kuchlar tarafdan, sivilizatsiyalar tarafdan. То есть они проводники, которые были выбраны, и они были зафиксированы именно в этих полях, так как aslida har bir mamlakatda o'ziga xos bo'lgan kuchli insonlar bor, проводникlar borda. И xuddi shunaqa bizning mamlakatimizda ham portallar bor deb aytaylik. 7 ta chakra portalini hamma o'zi biladi. Bundan juda xursandmiz va bundan tashqari kichik bir portallar bor. Bu portallar aynan o'z mamlakatni o'ziga tegishli bo'lgan portallar. Nima qiladi? Потому что har bir mamlakatda matritsada o'zining dasturlari bor. Sizlar o'zingizlar ham sezasizlar, samolyotdan kelgandan keyin sразу boshqacha his qilasizlar o'zingizlarni. Bu narsa bor holat. Yoki bo'lmasa boshqa mamlakatga borganingizda sразу boshqacha his qilasiz. Почему? Потому что u yerda dastur boshqacha, bu yerda dastur boshqacha. No raz biz bu yerga keldikmi? Demak, biz aynan shu matritsaga taalluqli bo'lgan, mana shu vibratsiyalarga taalluqli bo'lgan dasturlardan o'tishimiz kerak. Xohlaymizmi buni, xohlamaymizmi buni, hamma o'tadi. Даже вот kimdir qochib ketsa ham qaytib kelib o'tmagunicha qo'ymaydi borliq. То есть dasturlar shunaqa ishlaydi. И har bir mana shu dasturlarga imkoniyat yaratib, yengillik yaratib, qulaylik yaratib, ochib berish bo'lgan bir jarayonlar har bir mamlakatda bor. То есть har bir mamlakatda bor, mana shu mamlakatdagi jarayonlarni portallar, o'ziga xos o'qituvchilar tizimida deb aytamiz, ular olib boradi. yetib bu o'qituvchilar tizimi va shu bilan birgalikda ular sivilizatsiyalarga biriktirilgan. Kim sivilizatsiyadan qo'rqsa, mana shu savoliga javobga e'tibor beringlar. Потому что ular ham sivilizatsiyalardan kelgan vakillar, tanlangan vakillar bo'lib hisoblanadi. Va o'qituvchilar tizimi bo'lib joylashgan va o'sha matritsaga o'zi matritsa uchun kerakli bo'lgan missiyasini, xizmatini amalga oshirishadi. Faqatgina ularning xizmati energetik bo'lib hisoblanadi. Fizически yo'q-ku ular. Ularning joyi bor, то есть ularning maskani bor. O'shaning uchun ham, то есть ularning maskanini portal qilib tanlanilgan sivilizatsiyalar tarafdan va aynan O'zbekistonga biriktirilgan. Nima uchun? Chunki O'zbekiston uchun taalluqli bo'lgan va hamma O'zbekistondagi xalq uchun kerakli bo'lgan imkoniyatlarni faollashtirib beradi, yaratib beradi. Balansirovka, ya'ni hamohanglikni shakllantirib beradi. Aynan bu portallar ko'p. O'zbekistonda, misol uchun, Xastamon masjidi ham bu ham portal. Xristian masjidimiz borda, serkov masjidimiz, u ham portal. То есть ular turli xil. Lekin bizni aynan 71 portaliga yana bir bor chorlatishmoqda. Nima uchun?
chunki aynan bizni mentalitetimiz, bizni dinimiz, bizni qarashlarimiz, bizni dasturlarimiz asosida maksimal darajada deb aytdik, eng yuqori ko'rsatkichlar asosida faollashtirib berishga hozirgi kunda yordam beruvchi energiyalar va portallar aynan mana shu 7 ustozimiz tarafdan berilinar ekan. Понимаете? Judayam zo'r. Da. Demak, bu energiyalar hammaga kerak. Hammaga kerak va ular doimiy ravishda yangilanib boriladi. Energiya nima uchun kerak? Nima uchun inson tug'iladi aslida olganda? Nima uchun sen tug'ilgansan hayotda? Nima uchun har birimiz tug'ilinamizda? Nima uchun imенно yerga tug'ilamiz? Chunki yerda aynan har xil energiyalar mavjud va balki o'sha qalbimizga, ruhimiz uchun shu energiyalardan yashab o'tish. Да, наработка энергии. Наработка энергии. 100% наработка энергии. Ya'ni energiyalarni yig'ish. Deb aytaylik, da? Turli xil yo'nalishlar, turli xil yo'llar orqali, turli xil yo'nalishlar orqali, turli xil instrumentlar orqali har xil energiyalarni yig'ish. Nima uchun energiya kerak? Ruhga. Ruh shu energiyalarni yig'gan sari u o'sishni boshlaydi. Da. Ya'ni o'zini potensialini oshiradi balki. Verno. Молодец, 100%. O'zini imkoniyatlarini oshiradi, o'zini qarashlarini o'zgartiradi, o'zini kengaytiradi, rivojlantiradi. Boshqachasiga aytganda, ruh nima uchun kelgan? Rivojlanish uchun kelgan. Agar bitta energiyada o'tirsa, ruh rivojlanadimi? Yo'q. Rivojlanmaydi. Kolesa samsari qayta va qayta, qayta va qayta, qayta va qayta. Agardagi onga tayyor bo'lmasa, yangi energiya tashqaridan hattoki olmasa, bir kunda biz bilamiz 140 megagerts olamizda. То есть biz turamiz, bizga сразу cho'nchagimizga deb aytaylik, kuratorlarimiz 140 megagerts solishadi. Kun davomida nima qilsang qilib ortiqcha bera olmaymiz, uzr. Понимаете-da? Nima uchun ortiqcha bera olishmaydi? Agar ortiqcha bersa biz nima qilamiz? Boshqa narsalarga ishlatib yuborsak kerak. Молодец, bu bir. Ikkinchidan energiyalar rivoj uchun kerak-ku. Rivojimizni rivojlanib amalga oshirmaymiz. Bor-ku. Kelaveradi qattandir, kelaveradi. Siz harakat qilmaysiz-ku, yoki qilasizmi? Hammasi joyida bo'lib, shu hammasi menda joyida-ku deysizda. И всё. Понимаете-da? И mana shu paytda bizdagi 140 megagerts energiya yetarli emas. Biz xohlaymizmi yo'qmi, ongli ravishda ishlab energiyalar olishimiz mumkin. То есть nimadir anglaymiz, blokimizni yechamiz, u ochilinadi, energiya berilinadi. Yoki bo'lmasa tashqi omillar orqali nima qilamiz? Energiyani kiritamiz. Понимаешь? Nima bo'lyapti bizda? Bizda ikkita yo'l bor. Unisi ham, bunisi ham kerakli. Faqatgina bunisi ozgina vaqt oladi-da, ozgina emas, olishi mumkin. Bunisi tezlik bilan amalga oshirish imkoniyatini beradi. Mana shu tezlik bilan amalga oshirish imkoniyatlarini bizga portallar, energiyalar, tashqaridan energiyalar amalga oshiradi. Mana shu tashqaridan energiyalar har xil bo'lishi mumkin. Понятно? Согласись? To'g'ri. Kerakmi, kerak emasmi? Buni siz biz ongimiz, inson ongi hattoki bilmasligi ham mumkin-da buni kerak emasligini. Mana shu jarayonda bizga ongli ravishda yondashish uchun nima qilishni boshlashdi? Ko'rsatishni boshlashdi, что insonlar mana bunaqa yo'llar bor, mana shu imkoniyatlar orqali siz mana shu jarayonlarni amalga oshirasiz. Bu degani ong bilan ishlashni to'xtatish kerak degani emas. Harakatni to'xtatish kerak degani emas. Mana shu energiyalar ham harakatga chorlaydi. Agar energiya bo'lmasa, harakat bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Va keyin o'tgan yili 7 ishtirokchilari, endi men o'zim ham 7 ishtirokchisiman, lekin shu bilan birgalikda men 7da birinchi marta bo'lganim. Buxoro shahrida sizlar bilan birinchi marta umuman. Nada же как. 29 yil O'zbekistonda yashagan bo'lsam, birinchi marta Buxoro shahriga borishim edi. Men uchun bu juda ham bir mo'jizaviy 3 kunlik trip edi. Lekin Buxoroda yashagan va 7 ziyorat qilgan insonlar qatnashuvchilari ham bor edi va ular juda katta farq sezishdi. Ya'ni o'zligi borganda o'tagi energiyalarni
va siz bilan birga borganda qanaqa energiyalar uzatishganini yetib bir ustozlar har bitta ishtirokchi bilan aloqaga chiqib o'zlarini bir nomalarini nima o'zlariga kerak bo'lgan o'sha nomalarini har bitta ishtirokchiga yetkazishdi va shuni hozir intervyuda ham aytib o'tmoqchi edim o'zingiz tarafdan tushuntirsangiz buni farqini, chunki insonlar aytishi mumkin bir ziyoratgohlari bor, o'zim ham borib kelsam bo'ladi oilam bilan. Bo'ladi. На самом деле даже tavsiya qilaman borishga. Вот boring. O'zingiz boring. Bu sizga blago bo'ladi. Обязательно har qanday holatda 3-day formatida hamma borgan-ku ziyoratgohlarga. Nima uchun mana ziyoratga borib kelgin, buvilarimiz aytishardi-da. Ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Tam turmushga chiqmagan qizlari или farzandlari bo'lsa, turmushga chiqib ketadi qizing, misol uchun borib kel, или tam o'g'ling nima uchun? Anglamagan holatda qilishganda ular yordam berishadi deb. O'zlarining vibratsiyalarida borishgan. Обязательно agar ziyoratgoh, e'tibor bering, ziyoratgoh energiya beruvchi, energiya oluvchi bor. Mana shu joyda biroz e'tibor berasiz. Но yetib однозначно energiya beruvchi. То есть nima bo'ladi bu jarayonda? Har bir inson borganda o'tda potokka ulanadi, ulanadi, o'zini vibratsion darajasida ulanadi. Mana shu darajada ulanadi, ongiga qadar ulanadi, все tamom. O'ziga kerakli земной programmalar deb aytamiz. Hozir va shu yerda yechilmagan jarayonlarni yechish uchun borib keladi. Тоже классно. Обязательно boringlar. И borganda faqatgina olishni amalga oshirmanglar. Mana shu joyda korreksiya. Faqat niyat qilamiz-ku. To'g'ri. Обязательно энергообмен, энергоэкология. Это birinchi o'rinda благодарность bilan boshlanglar. Это самое главное. Потому что siz berasiz. Ular juda yaxshi ko'radi energiyalarni. Благодарность energiyasini yaxshi ko'rishadi. Поэтому bu narsaga ahamiyat berasiz. Provodnik bilan birgalikda shaxsan o'zim men haligacha boraman provodnik bilan. O'zim provodnik bo'lsam ham, o'zim ustozim bilan boraman. То есть bu yerda provodnik o'zini insoniylik holatida amalga oshirmaydi bu jarayonlarni. Bu yerda уже sivilizatsiyalar, ya'ni kuratorlarimiz bor. Bizda Andromeda sivilizatsiyasi bor. Citrakon sivilizatsiyalar ko'p. Ular ulangan holatda 9-11 qatlam eng yuqori sivilizatsion strukturalar. Ular ulanilgan holatda bizlarga potokni mana orqali o'tkazib berishadi. Mana shu potok orqali ularni vibratsion darajasi orqali, ularni energetik jarayonlari orqali amalga oshiriladi. Bu yerda men faqatgina o'tkazguvchiman. Boshqa hech narsa qilmayman. Даже meni aqlim, ongim ham ishlamaydi bu joyda. Nima deyishsa o'tkazib beraman. То есть bu narsalarni sig'imkorlikda ular borishganda ham o'tkazilinadi, lekin ularni imkoniyatlari asosida o'tkazilinadi. То есть misol uchun paketlari 1 kilogramlik paket bo'lsa 1 kilogram. Lekin bu yerda понимаете-da, то есть paket yo'q-da, kenglik bor. Mana shu paket kenglik asosida barcha kerakli bo'lgan. Aynan hattoki siz anglamagan o'sha inson, rivojlanuvchi anglamagan, lekin unga aslida u kerak. Mashinadan ko'ra, misol uchun mana shu ko'proq yechsa shuni, qaytaga uni ketidan boshqa narsalar ham yechilinib ketishi mumkin-da. Uni biz bilmaymiz-ku materialniy planda. Mana shunga urg'u beradi-da, именно ular beradi. Понимаешь-da, qanaqa proses ketadi. Все, u yog'iga boshqa narsalar ham avtomatik воронка Fibonacci bo'yicha ishlashni boshlaydi. Mana shu jarayon juda muhim bo'ladi. Bu yerda, конечно, yuqori struktura sivilizatsiyalar, Andromeda sivilizatsiyasi katta ahamiyatga ega. Ularga ulangan holatda birgalikda bu narsani amalga oshirishadi. То есть bu yerda proses vibratsiyalar darajasida ancha yuqori bo'lgan jarayon bo'ladi. Nafaqat bir narsa, ular mana siz biza duo qilamiz, so'raymiz, tilaymiz, o'zimizning vibratsion darajada. Ularga ulanganimizda materiya yili-ku, hozir bu haqida keyin to'xtalib o'tamiz. Shunaqangi progruzkalar bo'ladiki, bu progruzkalar hali ongimiz hattoki bizada kerakmi, kerak emasmi haqida ham bilishmaydi. Lekin ular bizga energetik yuklab berishadi, ochib berishadi. Dori deb aytamiz-da, sovg'alar deb aytamiz. Именно yuklab berib, o'tkazib berishadi. Inson o'zini ongida oladigan sovg'asini
agar energetik darajada qanaqadir bir materialniy bir qiymat asosida qilsa, bu joyda мне кажется juda ham bir keng qamrovli bir jarayonlar amalga oshadi. Hattoki men o'zim ham hayron qolaman, потому что bilmayman nima bo'linishini. Вот чисто bilmayman. Bilaman, что прогрузкалар bo'ladi. Hattoki haligacha aytishgan, kim nima oladi degani hamma har xil narsa oladi. Вот aniq ayta olasizlarmi? Ayta olmaymiz, chunki hammada programmalar har xil. Понимаете? Shahnoza opa, mana shu programmalar har xil yoki nima oladi deganda shuni oddiy qilib misol qilib tushuntirib yubora olasizmi? Misol uchun bir xil insonlarga programmalar deganda nima ekan deb o'ylab qolishligi ham mumkin. Так, programma. Hamma narsa bu energiya. Buni уже bilamiz-da. Hamma narsa bu energiya, hamma narsa bu energiya. Ну, energiyalar programma asosida yuklanadi. То есть biz matritsada turamiz. Sevgi ham bu energiya, bu programma sifatida bizga joylashtiriladi. Telefon ham bu energiya, bu programma sifatida joylashtiriladi. Munosabatlar ham bu energiya, bu programma. Demak, ular bu narsani programma deb ko'rishadi. Programma deb ko'rishadi. Mana biz sizga aytayotganimizda buni programma deb aytishadi. Demak, sizga hayotingizdagi qaysidir voqealar va hodisalar, qaysidir imkoniyatlar berilinadi degani. Nimadir ochilinadi, nimadir yopilinadi. Qaysidir yechilmagan jarayoningiz yopilinadi yoki sizga ongingizga ochib beriladi programma, ongingizni kengaytirish uchun. Shunchalik bu darajadagi xilma-xil, hammasi bizani hayotimizda удовлетворение, ya'ni qoniqish, rezultat, natija beruvchi omillarni shakllantirishadi. Kimgadir ishda qaysidir proyektni ochish kerak bo'lsa, kimgadir umuman bundan qizig'i yo'q. Kimdir vishshayasi bilan ovora. Kimgadir faqatgina sivilizatsiya kerak. Kimgadir faqatgina kreditini yopish kerak, kimgadir turmushga chiqish kerak, kreditini yopish kerak, так далее, так далее. Понимаете-da? Mana shu jarayonlar bor. Hammada, bu jarayonlar hammada har xil bir o'zini bir vibratsion holatiga ega bo'lib hisoblanadi. Va ichki tuyg'ulari o'zgarishi boshlaydi. Ya'ni однозначно. Minnatdorlik. Hammada bo'ladigan narsa bu ongni kengayishi bo'ladi. Ongni kengayishi mana shu narsani prямо aytishda to есть qarashlar o'zgaradi. Nima uchun? Потому что siz bog'liqliklardan bizani uzishni boshlashadi ular. Uzishni boshlashadi, o'zi uzishgan. Bu cheksiz jarayon aslida, rivojlanishning oxiri yo'q. Hattoki menda ham bog'liqliklar bor. Men buni uzish jarayonidaman. Uzish jarayoni bilaman, что ongim bilan davom etyapman, men aniq bilaman, что mana bunaqa yuqori struktura, tashqaridan yuqori vibratsion energiyalar tezlashtirib beradi bu jarayonni. Men tezlik tarafdorman. Ular tezlik tarafdor, потому что insoniyatni tezroq chiqarish kerak. Nima uchun provodnik keldi? Nima uchun yetib, nima uchun Samarqandga borishni boshladik? Mana shu energiyalar bizani matritsaga taalluqli-da bu. O'zingnikini hal qilmaguningcha tashqaridan to'shida qanaqadir bir darajada o'tishi, to есть qabul qilish kerak bo'lgan jarayonlar, olish kerak yordamchi holatlar ko'p. Chunki ular biz bilan birgalikda mana shu yerda o'sib katta bo'lgan ruhlar. Ular ko'proq bilishadi, даже biz ko'rmagan narsalarni. Mana shu jarayonda ular bizga yordam berishadi. Hayotimizdagi vaziyatlar, jarayonlar, bularning hammasi programmalar. Yechishga yoki bo'lmasa ochib berishga yoki. Понимаешь? Да. Yo, rostdan ham juda ham ochib berdingiz, chuqurroq tushunishni Смогла boshladim объяснить? o'zim ham. Вот. Например, misol. Misol. Mana bugun channeling oldimda, men aytmayman ismlarini. Channeling bir ayol o'tdilar, ular как раз уже yetib birga to'lovlarni qilib bo'libdilar. Avtomatik ravishda, то есть ular ilmiy qanaqadir ish qilishlari kerak ekanda. Psixologiya bo'yicha. Shunaqa deyaptilarki, men ilmiy ish qilgim kelmayapti. Nimagadir men his qilmayapman buni. Qilaymikin, qilmaymikin dedilar. Ular bilasizmi nima deb aytishdi? Ilmiy ish imенно mana shu borada sizni ilmiy ishingiz siz o'ylayotgandek bo'lmaydi. Sizni ilmiy ishingiz yangi darajada bo'lishi kerak bo'ladi. Bu biz uchun juda muhim, потому что siz mana shu ma'lumotni olib chiqarasiz. Biz yetibirda sizga mana shu ilmiy ishga yangi ma'lumot chiqarish uchun yuklab beramiz programma. Programma bu nima? Programma yuklanildi. То есть это как ma'lumotlar ketishni boshlaydi. Unga vishshaya nima qilishni boshlaydi, berishni. Uni qil, buni qil, mana bu mavzuni och, mavzuni mana bu joyini yoritib ber, bu joyini yoritib ber. Nima qilishyapti sivilizatsiyalar? O'zbekistonni o'zgartirishyapti energetikasini.
Понимаете? Tushundim. Sizni xayolingizga kelarmidi? Yo'q. Ular именно kim orqali o'zgartirishadi? O'zlari fizически hali kela olishmaydi-ku, energetik yordam berishyapti ular. Provodnik orqali bu narsalarni uzatishni amalga oshirishadi. И прям aytishyapti, вы не беспокойтесь, siz xavotir olmang, bizda bor, bunaqa qilib beramiz, bunaqa qilib beramiz. Все. Вот пример, да? То есть unga missiya bor-da, shu missiya orqali katta nimadir ochish kerak, O'zbekiston uchun ochish kerak ular. Ular shuni qilishlari kerak. O'shaning uchun ham chorlandilar. Juda ham ajoyib Поняла, protsess. да? Да. Это один, bu degani faqat shu bo'ladi degani emas. Bu nima aslida? Это же materiya. Bu materiya. Materiya nima deganda, keyingi savolingga javob, materiya bu nima? Bu mana shu xayolingizdagi jarayonni, materiya bu faqatgina pul emas-da, materiya bu hamma narsa. Materiya bu kim bilandir munosabatda bo'lish. Materiya bu, misol uchun, kimdir turmushga chiqmoqchi o'ylab yuribdi, energetik turmushga chiqdi, materiya, modellik yaratilindi. Kimdir turmush o'rtog'i bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi, energetik o'ylayapti. Modellikda nima bo'ladi bu? Namoyon bo'ladi. Это тоже материя. Качественная материя. Как распечатать материалda. Да, вот, понимаешь. То есть ketdi, выгрузка ketdi, распакетировка bo'lishni boshlaydi. Tushuntira oldimmi? Shahnoz Saydaliyevna, bizning keyingi savolimiz bu moddiylik haqida. Materiya, ya'ni yetib borib asosiy beradigan inomlar deymizmi yoki progruzkalar deymizmi, bu har bir protsessni, ya'ni o'zimiz o'ylagan niyatlarimizmi balki-da, uni materiyada ko'rinishi haqida aytib o'tgansiz. Va bu moddiylik aynan finans tarafdan, pul tarafdan yoki har xil insoniy, ya'ni jarayonlar, ya'ni hayotiy jarayonlardan kelib chiqqan, ya'ni materiya haqida gap ketganmi? Вот, да, hozir mana вот как ты сама чувствуешь? Hozir mana aytib o'tilgan ma'lumotlardan keyin какие ощущения? Aytib o'tilgan ma'lumotlardan keyin menda shunaqangi hissiyot uyg'ondiki, balki bizning missiyamiz darajasida yechilishi kerak bo'lgan savollar yoki hayotimizda yangi yangi programmalar, progruzka bo'lishi, bularning hammasi ham baribir qaysidir darajada hayotiy ssenariyamizda bordir, to'g'rimi? Да. Va shu narsalarni tezlashgan holatda hayotda namoyon bo'lishni boshlashi, ya'ni kачествоda. Верно. Yangi ilohiy energiyalik energiyalar birgaligida. Bir narsa sifat namoyon bo'lishi mumkin. Da, misol uchun sizda siz tikuvchisiz. Siz quruvchisiz. Mana shu qurilish jarayoni ham bu ham moddiylik. No, quruvchilikda, tikuvchilikda tikuvchidan nima bilan farq qiladi? Quruvchi bilan nima bilan farq qiladi? Nimaga aynan sifat bu nima? O'zini qarashi bilan. Sifat bu nima? Sifat bu ham energiya. Energiya. Молодец. Demak, mana shu energetik jarayon katta ahamiyatga ega. Tikuvchi bo'lasizmi, quruvchi bo'lasizmi? Sifatli quruvchi e'tiborni tortadi, boshqacharoq. Sifatli tikuvchi ham e'tiborni tortadi. Lekin bu ham moddiylik. Demak, aytmoqchimanki, mana shu nima uchun 7 ta chakra asosidagi dasturlar da moddiylikni faollashtirish. Bir narsaga urg'u berishda 7 moddiylikni faollashtirish jarayoni bir butunlik asosida bo'ladi deb aytishdi-da. То есть bir butunlik bu nima? Tana, his-tuyg'ular, ong. Tanani sifatliga, resursga keltirish imkoniyatlarini amalga oshiriladi. Parallelni. Demak, neyronlar bilan ish ketadi. Будет идти работа с нейронами. Будет идти работа с клетками. Будет идти работа на уровне тела,
омоложение, активизация, завершение каких-то процессов. Chunki то есть tugatish, yakunlash, yosharish. Chunki tanamiz bu bizani katta bir источнигimiz. Siz 10 yil oldin his qilgan narsangizni tana haligacha olib yurishi mumkin o'zida, bilasizmi buni? Mana shu yerda qayerdadir yotadi. Biz buni hattoki anglamaymiz ham, o'zimiz yuraveramiz. Qayerdan nimaga xayolim keladi? Потому что impuls beradi-ku neyron. Согласны? Mana shu jarayonlarni perindeksatsiya qiladi. Bu ham materiyaga ta'sir qiladimi? Конечно qiladi. His-tuyg'ular siz sevgi bilan благодарность состояние, да, то есть состояние качественной эмоции deb aytamiz, sifatli his-tuyg'ular deb aytamiz. То есть his-tuyg'ularni oxiri yo'q, xuddiki biroq sevgini oxiri yo'q deydi. То есть mana shu vibratsiyani maksimal sifat ko'rsatkichlariga oshirib berish mumkin va sizni materiyangiz aynan mana shu ko'rsatkichlarda bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatkichlarni siz o'zingizda ocha olasizmi? O'zingizni vibratsiyangizda, o'zingizni ongingiz darajasida ocha olasiz. Ular bizga bizdan yuqori bo'lgan imkoniyatlar asosida energetik jihatdan mana shu narsaga ham e'tibor berishadi. Bu katta narsa. Согласись? To'g'ri. Ong. Tikuvchilik uchun tikuvchilikka qaytaman. Oddiy chok tikib o'tirishi mumkin. No, tikuvchilikda mehr berib, sevgi berib, состояние, tana resurs holatida bo'ladi. Energiyalar проводимость-ku bu ham, tikuvchi bu ham nimadir yaratadi. Parallelna keyin oddiy bir простынyalarni tikmasdan, stop. Ong. Kerak bo'ladida o'tda, то есть качественное состояние сознания bir butunlikka kelmamizmi? Ongni kengayishini amalga oshirishadi. Shunda mana shu siz yaratayotgan materiya nima bo'ladi? Quruq prostinya bo'lmaydi-da. Bu prostinyani shunaqangi achomlavagiz keladi, hech kimga bergisiz kelmaydi. Bu prostina siz yotsangiz, или kimdirga bersangiz, bilasizmi qanaqa proseslar bo'lishi mumkin? Katta ahamiyatga ega bo'ladi. Qaysidir prostinani yoqtirmaysizda, misol shuni kiygiz kelmaydi, потому что energetik jihatidan hech narsasi yo'q. Или наоборот, boshqacha energiyalar bor. То есть men aytmoqchimanki, то есть har bir materiyani bir butunlik asosida shakllantirish imkoniyati mavjud. Mana shu bir butunlik asosida shakllantirish imkoniyatini, sharoitini, energiyalarni bizlarga taqdim qilishadi. Zo'r. Понимаешь, gap nima haqida ketyapti? Xuddi shunaqa men bitta sferani aytdim. Hamma sferada. Nima uchun qilishyapti buni? Chunki ularning maqsadi tezlik bilan bizlarda sifatli energiyalarni ochish. Sen o'zingda ko'rgan oldingidek his qilishing o'zgarganmi yoki oldingidek his qilasanmi? Yo'q, hamma narsa o'zgargan. Hayotimdagi har bitta jabhasida hamma narsa o'zgargan. Ты даже смотришь на человека, у тебя другие чувства. Insonni ko'rganingda shunaqa boshqacha borgan sari seni fikr bildirishlaring, chuvstuvalaring o'zgarib boryapti. Vibratsiyasi o'zgaryapti, glubinaga kiryapsan. Bu glubinani xuddiki bir oxiri yo'q. Aysbergni oxiri bordir. Glubinani oxiri yo'q, понимаете-da? Mana shu jarayonlar, то есть materiyani maksimal sifatli ko'rsatkichlarga yetkazib berish imkoniyatini yaratadi. Bu bizga nima beradi? Удовлетворение, ya'ni natija beradi. Biz xohlagan natija deb aytishim menimcha bu yerda torlik qiladi. Biz даже anglamagan natijalarni ham berish mumkin. Согласись? Biz umuman kutmagan natijalar berilgan. Men shunaqangi просто bir his-tuyg'ularga kirib ketamiz-ku, mana bo'ladi senda. Sen уже bilasan, ichidan bir praktikalarsan. Shunaqa mazza qilasan, xayolingga ham kelmagan, что bu narsalar shunaqa bo'lishi mumkinligini. И bo'ldi, прям эйфорияda, и состояниеda yaratamiz. Это же прекрасно. И har bir odam mana shu narsani shakllantirsa, 10 tasi уже 10 ta oila o'zgardi. 10 ta oiladan sipochka ketdi. 20 tasiga ketdi, 30 tasiga ketdi. Ularning maqsadi shuning uchun bu trip shakllantirilyapti. Shuning uchun prям shart qilishing kerak. Понимаешь-da? Bu yerda men qilaman deb o'ylamagan edim. Men на самом деле qilaman deb hech ongim bilan, сознаниям bilan. Но informatsiya keldi, надо сделать. Надо сделать. Всё, qilish kerak. Всё, tamom. Xo'p bo'ladi deymizda, qilamiz. Понимаешь-da? Mana shu jarayon. То есть moddiylikni maksimal darajada bizani hayotimizga namoyon qilinishi uchun resurs beriladi bizga. Bu yerda ong ham bor.
his tuyg'ular ham bu degani nima degani ong o'zgaradi degani his tuyg'ular o'zgaradi degani соответственно tanada ham o'zgarishlar bo'ladi degani. Bu jarayonni inson o'zi o'tishi uchun mana shu bir butunlik holatida даже 5 yil ham kam bo'ladi deb aytishdi. 5 yil ham kam bo'ladi. Понимаете, что это такое? Hozir vaqt juda tig'iz, ularga bizga tezroq bizani tayyorlash kerak. Nima uchun? Yangi dasturlar kutib turibdi chunki. Yangi dasturlarni любой odamga yuklay olmaysan. Понимаешь? Sen tayyorsan yuklashga. Qolgan odamlar tayyor emas. Shuni tayyorgarligini amalga oshirish uchun nima qilish kerak? Ong tayyor bo'lish kerak, tana, his tuyg'ular tayyor bo'lish kerak bo'lib aytsak. O'shaning uchun maksimal darajada ko'proq odamlarni nima qilish, jalb qilish, chorlash. Bu davom etadi. Bu yil aynan shu oy yetib birga borish qanchalar muhim, ya'ni keyingi yilga o'tish maqsadida yoki bu yil uchun har bitta ruhga shu jarayon qanchalar muhim? Materiya yili deb aytdik, devatka yakunlash yili deb aytdik. Bu yildagi inson ongiga bizga taqdim qilayotgan programmalar indeksi mutlaqo o'tgan yilgidan farq qiladi. Bu degani yana bir pog'ona yuqori bo'lgan indekslar joylashtiriladi. Siz xohlaysizmi yo'qmi? Joylashtiriladi. Kimki mana shu indeksga значит недоросли deb aytishdi. То есть kimki mana shu indeksga kelmasa, даже o'tgan yil kelgan bo'lsa ham bu yilga kelmayapti-da. То есть bu yerda biz просто ziyorat qilmaymiz-ku. Дело в том, что o'zinglar ham ziyorat qilsanglar bo'ladi-ku. Gap ziyoratda emas-ku. Gap mana shu ustozlar orqali kelayotgan potoklarni olib hayotimizga kirgizish va nima qilish, hayotimizni yangi darajaga keltirish, chiqarish bo'lib hisoblanadi. Mana shu programmalar o'tgan yilgidan mutlaqo farq qiladi deb aytishdi. Kim kelmasa, значит mana shu programmalarga hali biroz tipa как mana 3-sinfga o'tdik, 4-ga o'tdik, sizlar bilan 5-ga o'tdik, Samarqandda ham bo'ldik, 6-ga o'tdi kimdir 7-ga o'tdi, bo'ldi. Faqat yetadi. Dальше ketish uchun 8ga o'tish uchun yangi dasturlar, yangi programmalar beriladi, dальше bo'lishi. Kimdirga faqat 7-ni hazm qilish kerakdir. Hali yetib bormadi, недоросли deb aytishdi. Просто oddiy qilib aytganda, пока еще недоросли deb aytishdi. Пока еще недоросли. То есть hali o'sishmadi-da. То есть qanaqadir darajada. То есть tayyorgarlik yo'q, oddiy til bilan aytganda. Yangi beriladigan bu yilgi indekslar o'tgan yilgidan indeksdan katta farq bor. O'tgan yil biz asosan завершение, yakunlash uchun ishlaganmiz. Va hayotimizdagi jarayonlarni yakunlash uchun barcha kerakli bo'lgan resurs, ong kengaytiruvchi dasturlar berilgan. Bu yil keyingi yil uchun va hozir uchun materiyani tezlik bilan, to есть moddiylik hamma narsada faollashtirish uchun, yakunlash emas, faollashtirish, materiyani ko'zimizda ko'rsatish uchun berilgan dasturlar. Bu yerda katta ahamiyatga ega. Indekslar har xil, sezyapsizmi? Bu yerda indeks har xil. Keyingi yil umuman boshqacha indeks bo'ladi. Bu yil indeks boshqacha indeks. O'tgan yilgi indeks bu yilgi bilan farq qilmaydi deb aytishdi. Конечно, katta farqi bor. Kim yangi indeksni, mana shu energiyalarni, programmalarni olishga tayyor bo'lsa, o'shalar keladi deb aytishdi. Bu yerda boshqa variant yo'q deb aytishdi. Lekin har bitta berilayotgan indeks, har yilgi indeks, har bitta ruh uchun juda ham muhim. Конечно. Ya'ni keyingi yilgisi undan ham zo'roq bo'ladi deb, misol uchun. Bunga taalluqli emas. Потому что bu sizni hayotingizga taalluqli bo'lgan jarayonda, bilasizmi? Это типа как keyingi yil chiroyliroq ko'ynay olaman. Bu yil olmay turib, keyingi yil kelin ko'ynagiga chiroyliroq bo'ladi degan narsa emas-da bu. Хотя kelin ko'ynay bu ham programma, но juda ham земной programma. Да? Но mana shu хотя бы давайте mana shu keyingi yilni ko'ynay sifatida ham olaylik. Hozirgi yangi chiqqan ko'ynayni уже kiysang, уже holating o'zgaradi-ku senda. Keyingi yil уже keyingi yilga undan ham chiqadi yangisi. Yangi programmani olasan, но это очень земном уровне, да, aytayman sizga. И mana shu hozir nimaiki olayotgan bo'lsak va nimaiki olishimizda fundament olamiz. Oktyabr bu fundament. Desatka, 10. Yakunlash orqali fundament. То есть
barcha yangi energiyalar, doimo ravishda yangi energiyalar, bu faqatgina o'sishda yangi energiyalar bizdagi hayotimizni o'sishimiz uchun biz xohlayotgan удовлетворение natijani shunchaki natija emas, именно maksimalniy качественный rezultat olish uchun berilyapti. Bu berilayotgan jarayon faqatgina bu yilda beriladi. Bo'ldi, keyingi yilda siz уже, то есть keyingi yil agar mana shu jarayonni o'tmasangiz, bu degani bo'ldi, siz yomon o'tasiz degani emas. Нет, o'tasiz, o'zingiz vibratsiyada o'tasiz. No, bu progruzkalarni amalga oshirsangiz, siz уже bir pog'ona yuqorilashasiz deb aytishdi. Materiyani namoyon bo'lishi, har qanday materiyaning namoyon bo'lishi mana shu ko'rsatkichlar asosida bo'ladi deb aytishdi. Farqi bormi? Judayam. Это как диссертация. Misol uchun, dissertatsiyani siz qilishingiz mumkin o'zingizning potokingizda, раз вдруг oldingizda yangi ma'lumot dissertatsiyani chiqarishni boshladi. Keyingi yil dissertatsiyani urovini keyingi yil bo'ladi. Ungacha mana shu keyingi yilga chiqish uchun qancha narsa qilib tashlashi mumkin-ku inson. Da? Qancha, понимаешь? Qancha narsa qilib tashlaydi, даже уровень oshadi-da, uni уже bo'ldi, materiyasi o'zgaradi uni materialniy miri ham o'zgaradi, hattoki moliyaviy imkoniyatlari ham o'zgaradi. Avtomatik o'zgaradi, согласись? Chunki bu bosqichni o'tib, maksimalniy ko'rsatkichlarda o'tdi, materiyaning energiyasini oldi. Keyingi yil уже keyingi yil bo'ladi, boshqacha ko'rsatkichlar asosida bo'ladi. Tushundim. Смогла объяснить? Ya'ni har bitta yilgi ko'rsatkichlar, har bir yilda, har bir oyda berilayotgan energiyalar, sozlashuvlar, bularni hammasi bizni ruhimiz uchun hayotimizdagi bo'layotgan jarayonlarda sifatida juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni bu oy emas, mayli keyingi oynikiga qatnashaman degan narsa bu juda noto'g'ri qarash ekan bu borada. Это noto'g'ri deb aytmaymiz. Во-первых, это готовность. Самое первое, eng birinchisi ular nima deyishadi? Bu tayyorgarlik. Значит, urug'da именно mana shu stadiyadagi dasturlarni olishga paka og'irlik qiladi, или tayyor emas, kerak emas unga. Mana shu paka, mana shu o'zini narobotat qilgan mavjud bo'lgan materiyasida hayotida rezultatlar, natijalarda yashash jarayoniga tayyor, u yog'iga tayyor emas bo'lib hisoblanadi. Kim tayyor bo'lsa, соответственно, сразу keladi. Смогла объяснить? И bu yerda, то есть keyingi yil yaxshiroq bo'lishi bu narsaga taalluqli, umuman taalluqli emas deb aytaman. 0909 da praktika qildik-ku. Mana shu 0909 da shunaqa, именно o'sha datadagi energiyalar 1009 dan farq qiladi. Da uzatilinadi hammasi, no shunaqa maksimalni uzatilinadi, o'sha indekslar yakunlashga qaratilgan bo'ladi. Kim aynan 0909 da ishtirok etgan bo'lsa, ularda maksimalni bo'ladi. Kim ishtirok etmagan bo'lsa, ularda bo'lmaydi emas. Ular maksimalni tugatishga tayyorgarligi hali to'liq emas bo'ladi. O'shaning uchun asosini nima qilishadi? O'sha haligacha 09 ni qilish mumkin, noyabr oyigacha bemalol qilsa bo'ladi. Уже proses qanaqa bo'ladi? Ularni imkoniyatlari tayyorgarligi asosida bo'ladi. Men bitta narsani his qildimki, har bitta berilayotgan tarafdan mana shu amaliyotlar aynan boshqa ishtirokchilarda bilmayman-u, lekin o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham bir kerakli, o'rinli vaqtda berilyapti men uchun. Men ham shuni sezishni boshladim. Chunki menda endi qaysidir jarayon boshlangan sari, endi bironta jarayonda ichiga endi kirib ketayotganimda, bironta amaliyot keladi-da va bu amaliyot aynan shu mavzuga juda yaqin yoki shu mavzu haqida bo'ladi. Я согласна с тобой, знаешь, 100%, потому что я это не от ума же делаю. Мне дают мыслеформа keladi, высшая tarafdan, kuratorlar tarafdan mana shunaqa praktika qilish kerak. Mana shunaqa praktika. Nimaga bunaqa kelyapti deyman-da. Bir xilada o'zim sana, может быть, мне материя нужна ko'p. То есть pul masalasida deb aytsa, bu yerda pul ayerdagi kirib ketsamman, всё, hammasi yopilinadi, nельзя. Aytilindimi qilinish kerak. Bo'ladi bu yerda моя задача, поэтому меня взрастили как проводника. Тут нету такого bizani polida men xohlamayman, meni hozir mazam bo'lmayapti. Или там meni yordamchilarim bilishadi-da. Uzr so'rayman, bugun boshim og'riyapti, bugun amaliyotni qilmayman. Нет, 0909 mi? Всё, штык.
Понимаешь, да? Моя задача, у меня миссия такая, мне нельзя пропустить этот день. Ты что? Потому что они же на меня, то есть они же взрастили меня. То есть мои меня подготовили же, я как душа выбрала этот путь, это моя миссия. И ни в коем случае нельзя делать пробелы. И я вот это понимаю, действительно дается энергия такая, видимо, ну, матрица считывает, матрицаны his qilishyapti ular, nima jarayon, qanaqa nimalar bo'lyapti. Именно o'sha matrisaga yarasha qilib bizani sbalansirovka qilish uchun, olib chiqish uchun все-таки qilinar ekan bu narsalar. Rostdan ham shu amaliyotni bajarganimdan keyin уже ongimda qandir kengayish his qilaman, bu jarayonni qabul qilaman, bu jarayondan o'sib chiqaman. Да. Ya'ni o'zim uchun kerakli narsani olib, anglab, o'sib chiqaman. Прекрасно. Keyin rostdan keyin благодарностьlarim har doim yozib qoldiraman mashg'ulotdan keyin. Hammasi o'rinli va vaqtida kelyapti. Shuni men oxirgi paytlar juda ham ko'p sezadigan bo'ldim. Demak, shu 7 pir ilohiy sakral tripimiz ham bo'lib o'tadigan. Bu tripga hamma ham qanaqadir seriozno qaramayapti deb his qilaman. Ziyorat deb o'ylashyapti. Да, bu ziyorat, но ziyorat qilamiz, конечно, ziyorat qilamiz. 7 ta ulug' ustozimizdan, но bu shunchaki ziyorat emas. Lekin ichida juda ham bir chuqur, xuddiki ana sakrovishani ichida nimaligini bilmaysiz-ku, sandiqni. Xuddiki shunaqa narsadek ko'rsatishyapti-da. Shu sandiqni ochsang, ko'rasan nima borligini. Вот ilohiy narsa-da, sakralniy-da. Поэтому, видимо, dali нам название sakralniy. Sakral bu ilohiy jarayonlar asosida. На самом деле, я сама даже не знаю, что будет. Haligacha nimalar bo'lishini bilmaymiz, но umumiy olganda albatta ijodkorlik ishini ham amalga oshiramiz. Shu haqida ham aytmoqchi edim. Shuni davom ettiramiz-da. Demak, ijodkorlik taqdim qilamiz, но ijodkorlikdan tashqari yana buni hozir aytmayman, но нейронная работа будет. Она впервые проводится именно таким образом. Aynan neyronlarni o'zgartirish bo'yicha yangicha bir jarayon amaliyot amalga oshiriladi. И parallelno biz mana shu 7 pir bilan maksimal darajada energokartinani amalga oshiramiz, sozlashish holatini shakllantirish uchun. То есть materiya bu degani nima degani, biz materiya yilida-ku bu. Aynan materiyani doimiy ravishda sifatli holatlarda bo'lishi uchun resurs to'plab beruvchi, kichkina bo'lsa ham kichkina-ku, но men mana shu kichkina kartinadan ko'proq foydalanaman kattasidan ko'ra. Видимо, kattasini resursiga faqat yetadi. Да, вот у тебя тоже, наверное, да, такое? Согласна? Yo'lga chiqqanda ham har doim o'zim kichkina Kichkina kartinalar bor. Я то же самое. Я когда всегда беру вот эту маленькую картину, она всегда со мной. Чем большие картины, мне сразу прям легче, я с ней прям берусь, и она мне работает. То есть мы будем создавать творческую работу, которая направлена на активизацию через наших учителей на максимально качественный материал, результат. Это означает, что эта картина нам будет давать энергоподачу, энергоресурс на максимально качественный результат чего? Материальных благ. Ya'ni moddiylik. Moddiylik. Целостно. Moddiylik bo'ladi. И davom ettirilgan holatda keyingi yilmi, bu yilmi, har yili yangi davr программалар beriladi. То есть будут подаваться программы нового образца. Я вам объяснила ранее, да? И на самом деле, когда человек идет, когда-то не идет, это неплохо, не хорошо, bu yaxshi ham yomon ham emas aslida olganda. Просто demak, mana shu yangi davr dasturini, yangi bir holat, materiyaga taalluqli bo'lgan jarayonni o'zlashtirish, aynan shu materiyani faollashtirish uchun пока o'sha ruhda, o'sha insonda даже aytishdi, utechka bor deb aytishdi. Utechka bu nima? O'zbek tilida qanaqa aytsak bo'ladi? Energiyalarni kerakmas joyga ketishi bor. То есть kerakmas joyga ketyapti energiya, sig'imkorlik, bir butunlik yo'qolyapti-ku. Bir butunlik yo'qolgan bir paytda inson o'zidagi bir holatda bo'lmaydi-da, tashqi omillar ta'sir qiladi. То есть nima qilaman buni, bu menga kerak. Все, bu уже o'zini xayollari emas, ruh doimo o'sishni xohlaydi. Aql dasturlari nima qiladi? Ozgina bir o'zini bir matrishni jarayonlar, то есть проработкалар bor. Утечка, проработкалар bor. То есть есть какая-то утечка, есть какая-то проработка. Для того, чтобы пройти этот путь, надо что-то осознать, надо что-то доработать. То есть nimadir anglash kerak, nimadir o'tish kerak. Ana shundan keyin u tayyor bo'ladi. И balki tajriba orqali oladi. Обязательно olishi mumkin bu jarayonni, но bu tajriba bo'ladi. Mana shu holatlar ro'y beradi. Demak, bu insonlarga nima qilish kerak unda deyishganda, faqatgina
aynan mana shu imkoniyatlar darajasida ikkilanish yoki bo'lmasa borish bormaslik holatlari, bularni hammasiga faqatgina rivojlanishni to'xtatmaslik, doimiy ravishda o'zlarini хотя бы potoklarda. Chunki mana shu utechka, bu degani hamma joyda utechka hamma narsaga ta'sir qiladi. Ongiga, holatiga, his-tuyg'ularga ta'sir qiladi. И bunda faqatgina надо собрать себя. То есть o'zini yig'ish kerak. Поняла? Ya'ni bu insonlarga o'zini, ya'ni men o'zimda ham shunaqa holat bir xil payt sezaman. Menga juda ham o'zimni yig'ib olish qiyin bo'ladi. Ya'ni birdaniga u ishni ham qilgim keladi, bu ishni ham qilgim keladi, lekin to'la to'kis qanaqadir bitta ishni boshlab olish qiyinroq bo'ladi. Ya'ni shunaqa vaqtlarda energiyamni boshqa kerak emas jarayonlarga sarflab yubormasdan turib, tez o'zimni tezlikda yig'ib olib, o'zimga aynan kerak bo'lgan jarayonlarda buni istifoda etish menga yordam beradi bu programmalar. Bundan tashqari, то есть qanaqa qilib odam tez keladi? Ongi сразу включение bo'ladi. То есть to'xtachi, nima qilay demaysan, так, стоп, nima bo'lyapti deysan. Да? То есть manda вот включение сразу. Так, что я делаю? Что это происходит? Я же энергию трачу, vaqtim ketyapti. Все, стоп. Быстро стоп. Сознание. Soznание materiyaga tayyormi? Tayyor. Mana shu harakat bu nima? Materiya-ku bu ham. Vovремя включиться, vaqtida ongni yoqilinishi, vaqtida kerakli bo'lgan harakat qilinishi, vaqtida kerakli bo'lgan his-tuyg'ularni nima qilish? Chiqarish. Bularning hammasi nima? Materiya, ya'ni moddiylik. Ya'ni hayotimizdagi har bitta jarayon bu aslida moddiylik. Chunki biz buni 3D formatda yashab o'tyapmiz-ku. Ya'ni bizning o'y xayollarimiz 4D formatida yashab o'tyapsan. 4D, да. Aytmoqchiman, hozirgi bizani endi his qilish orqali bu 4D hisoblanadi, ya'ni his qilishimiz. Hamma narsada hozir sanda 4D. Faqatgina 3-dagi qolgan neyronkalar ozgina xalaqit beryapti. Но biz buni tozalab tashlayapmiz, sen bilan ishlaganmiz, bilsang. У тебя сейчас идет все по 4D, но 4D на низкие формасы бор, высокие формасы бор. Ассаламу алейкум. Но 4D на низкие формасы, 3D на eng yuqori formasi. Теперь вспомни себя в 3D. Ты же совсем другая была. Но есть к чему стремиться. Понимаешь, о чем? Да. Ой, благодарю. Я не знала, оказывается, даже не задумывалась. Да? Нет, у тебя полностью... Я просто тебя знаю. Ты у меня 4D. 100%. Ну, надо дорабатывать низкие формы, потому что har bir joyda o'zini jarayonlari bor. Albatta, va har bitta jarayon baribir bizning o'sishimizga juda ham katta yordam berar ekan. Так. Ya'ni 7-1 tripiga ishtirok etmoqchi bo'lgan ruhlar, izlanuvchilar, ulardan har xil savol kelib chiqyapti. Ya'ni bir xil insonlarni moliyaviy imkoniyatlari, ya'ni hali ochilmagan, ya'ni aynan 7-1 uchun yoki bo'lmasam har xil, ya'ni hayotiy jarayonlardan har xil bahonalar o'zi kelib chiqar ekan va men ham o'zim uchun aytgandim, agar meni bemalol moliyaviy imkoniyatim bo'lganda hamma triplarga, har bitta mashg'ulotga o'ylamasdan to'lab yaxshiyam yo'q. Bo'lmasa umuman kelmasding. Rostdan ham menga bu narsani ko'rsatib berishdi, chunki kelmaydim-da. Agar o'zimni shaxsiy o'zim pulim bo'lganda, turmush o'rtog'imdan so'ramasdan, ya'ni-da, ras menga pul kelishni boshladi-da, osmondan xuddikicha. Klientlar yozishib boshlashdi, ya'ni fotosurat olgan. Sen so'rading, borishga senga imkoniyat yaratildi. Keyin tap ana biz arendaga kvartira beryotgandik, hech odam kelmayotgandi. Birdaniga inson kelib, 6 oyga pul to'ladi. Qo'limga shu yaqinda pul tushdi-da. Va boshlandi. Va men, "Yo, to'xtab tur. Lutchi uyimda mana bunaqa narsalar olsam, yoki remont qilib olsak, yoki unaqa qilsak" degan har xil savol kelish boshladi ichimda. O'zim uchun angladimki, demak, Shahnoza opa bekorga aytmas ekanlar, gap umuman pulda emas ekan. Да, на самом деле gap pulda emas. Gap sizni tayyorgarligingizda. То есть не доросли deb aytishdi-ku, да, то есть не doroсли принимать новые программы. Или вы доросли, или вы не доросли. Или siz tayyorsiz sevgi bilan ketishga, или siz tayyor emassiz. Qo'pol qilib aytganda. Или siz tayyorsiz moment holatida vaziyatni yechimini ko'ra olib
tiqqitni boyaga aytganimizdek Ha. yechishga tayyorsiz yoki или siz tayyor emassiz hali так voy bu yerda там ozgina yotdik to'xta mazam sitramon ichib oling это тоже процесс видишь да какой процесс ko'ryapsanmi qanaqa Да. resursi qanaqa eski programmalar asosidagi protsessmi bu да а моментальное включение какая вибрация тут идет тут идет чисто высоковибрационная вибрация времени нет тут раз активизируешь ya'ni себя o'zimizni ichki ovozimiz bilan ulanish конечно insof va это стопроцентно это высшее я haqida gapiryapsan bu yog'iga сразу o'tib ketdik да moliyaviy imkoniyatlarga umuman bog'liq emas bu trip на самом деле bog'liq emas bu faqatgina sizni tayyorgarligingiz sizni ongingiz qanchalik darajada дальше o'sishga tayyor bu degani siz past ongdasiz degani emas просто дальше o'sishga qanchalik siz tayyorsiz degani и bu jarayon aynan mana shu holatni shakllantiradi pulingiz bo'lsa ham bormasligingiz это ko'p bo'lgan bu jarayonlar odamlar puli yo'q bo'lganda borishi mumkin bo'lgan holat-ku bu понимаешь misol uchun mani shaxsan o'zimda man ko'p aytaman buni man pulim bo'lmagan qo'limda pulim bo'lmasdi ну boraman deganimda menga imkoniyat yaratilmardi man вообще o'ylamasdimda man shaxsan o'zim o'ylamasdim сразу ketardim nimadir olib ketardi видимо baribir ketardim и bo'ldi agar bilaman mabodo agar mani pulim bo'lganida yetarli darajada man manimcha hozir sizlar mana shu holatimda turmasdim это 100%. Bu programmalarni yechib o'tdimda man o'shaning uchun hayotimda resurs yig'ilindi programmalar yechilindi endi hayotda moddiylik faollashdi именно moliyaviy tarafdan ham deb ayta olaman но shu bilan birgalikda investitsiya ham faollashdi то есть oldinlari $2000 $3000 sarflagan bo'lsam endi $10,000 $15,000 qarab ketyapman понимаешь то есть это вложение это investitsiya investitsiyasiz bu yerda siz yuqori bir potoklarni olishingiz darajasi biroz menimcha men uchun yo'q nima deydi imkoni biroz sekinroq bo'ladi поэтому да bu yerda moliyaviy imkoniyatlarga mutlaqo bog'liq emas va bir narsani eslatib o'tmoqchi edim o'tgan yilgi energy tripimizda 7/1da aynan tripimiz oxirgi kunida hamma ishtirokchilar bitta ishtirokchimiz shu holatlari haqida bo'lishib boshlagandilar ya'ni trip aslida bebaholigini да to'lagan pullarini umuman olgan natijalariga his qilgan o'sha yerdagi jarayonlariga umuman tengsiz bo'lganligi haqida aytib o'tgandilar va bu holat bilan bu anglash bilan barcha trip ishtirokchilari qo'shilishgan va shu jarayonni ham hozir intervyu vaqtida yoritib o'tmoqchi edim chunki rostdan ham har bitta tripda to'langan energoobmen trip jarayonida olgan natijalarga umuman tengsiz ya'ni inson esdan chiqib ketar ekan u umuman ahamiyatsiz bo'lib qolar ekan chunki olgan natijalaringiz his tuyg'ularingiz ongingizni kengayishi holatingiz o'zgarishi ya'ni odamlar buni pulga ham sotib ololmaydi-ku unga pulga sotib ololmaydigan narsalar demoqchiman ya'ni o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi Sen buni his qilgansan-da buni his qilganman благодарю на самом деле энергообменni men chiqarmayman энергообмен chiqargandan keyin men o'zim yana bir bor tekshiraman yana tekshiraman потому что men uchun bu juda muhim потому что moliya shunaqangi narsa-ku matritsadamiz-ku olib ketishi hech gap emasda menda уже oldingidek emas но уже bo'ldi balansdamiz уже но oldinlari chur tekshirardim чтобы вот ustozimdan ham to'g'ri belgilandimi to'g'ri belgilanmadimi потому что bir so'm ham ortiqchasini bo'lishini xohlamayman это же все же я же и buni aniq bilaman действительно благодарю что ты сказала на самом деле такие процессы идут и то что вы вкладываете это наверное какая-то маленькая часть на самом деле потому что нигде не продается вот где продается скажи мне где продаются новые мозги новое состояние новые чувства где любовь продается ты мне скажи я пошла бы купила бы понимаешь где продается кейс какой-то где ты открываешь и решается какая-то проблема понимаешь
Где это продается? Нету нигде. Это только вот, это вот сакральные энергии какие-то, которые мы еще не знаем, но мы все больше открываем, и нам раскрывается. Это, для меня это чудо. Да, для меня тоже. Я просто могу сказать, это для меня чудо, которое поменяло мою жизнь очень поменяло. Я очень многое через трипы трансформировала. Благодарю вас. Благодарю. Опыт хороший был. Поэтому тут с трипами то, что ты получаешь за год, за два, я настолько... Вот как раз перед переходом же было, да, вот ман триплерге борген переходтан алдым. И, видимо, меня прям направляли на эти трипы, чтобы я до перехода все вот так жик и закрыла. Быстро закрыла. Хотя 1% я закрывала год. А если бы я проживала бы, как закрывала бы, я бы, наверное, даже не перешла бы. Или же бы это отразилось бы на мои низкие формы 4D программ. То есть 4D программаның foizlari bo'ladi да? Manda eng past foiz hozir. Nima uchun? Потому что я отработала много чего. Все имеет значимость. Hamma narsa o'zini mohiyatiga ega. Тут главное, это не плохо, не хорошо на самом деле. Nima uchun bu bilimlarni sizlarga beraman? Nima uchun bu ma'lumotni beryapman sizlarga? Это не реклама. Вот. Очень прошу, это вообще, это просто вам нужно донести эту информацию. Если я не донесу, agar sizlarga aytmasam, sizlar qatdan bilasizlar, что mana shu orqali siz buni qilasiz. Men tajriba orqali o'tdim, ma'lumotlar orqali ham o'tdim. И bu narsani faqatgina men yetkazishim shart. Siz buni qabul qilasiz, qanaqa qabul qilasiz? Bu sizni imkoniyatlaringiz, zongiz asosida mani vazifam sizlarga buni yetkazib berish. Наша задача это вам дать информацию, ваша задача принять или отклонить. И это и то ресурсно для вас. Благодарю вас. Благодарю. Вот значение, значимость ваших практик, в особенности 7 перов. Допустим, как это проявляется в жизни человека? В простых объяснениях, в простых словах, допустим, вы говорите, да, программы, загрузки программ, или вот человеческий обычный опыт, он проживает свою жизнь, он проживает какие-то программы, то есть какие-то характеристики, эмоции. Что программа? Да, это характеристики, эмоции. Это тоже все. Сценарии, допустим, немного неприятное для него, или боль, утрату, зависимость от людей, от отношений, да? От эмоций. И в чем могло бы помочь трип? То есть как он помогает в этот момент? Что человек так быстро меняет свое состояние. То есть, наверное, я вопросом раскрыла ответ немножко. Поняла, да. Но я бы хотела, чтобы вы сами как вот это раскрыли. Смотрите, каждая ситуация нам дается не зря, да, для чего-то. Каждая отработка, каждая эмоция, har bir emotsiya, har bir holat bizga bekorga berilmaydi. Demak, siz biza bu holatni nimadir anglab o'sishimiz kerak. Parallelni shu emotsiyani yig'ishimiz kerak. Revность, misol uchun, yoki abida, xafagarchilikni yig'ishimiz kerak. No, buni biz qanaqa qilib yig'ishimiz mumkin? Uzoq holatda yashab o'tib, unga ishonib, yoki чересчур жертва holatiga kirib kirishingiz mumkin, yoki bo'lmasa, ты сейчас чувствуешь, я в обиде. Но эта обида не снижает тебя, не снижает твой ресурс, потому что включается у тебя? Осознанность, то есть целостность, bir-butunlik. Abidaga kirib ketish mumkin. Помнишь, 3D formatida faqat kirib ketib, faqat shu birgina направлениeni snayperga o'xshab bitta insonga edi. Shunaqa edi. Да? Hozir nima bo'lyapti? То есть nima berilyapti? Programmalar asosida ongimiz kengaytirilyapti-da, vibratsiyalar orqali, energiyalar orqali programmalar deb aytaylik. То есть ongni kengaytirishyapti, yacheykasini. No, buni kengaytirish uchun eskisini olib tashlashyapti. No, bu shu mana shu olib tashlashimiz uchun biz yashab o'tishimiz kerak edi. 10 yilmi, 5 yilmi, hamma o'zinikidan. No, biz yashab o'tmayapmiz-da, bizni qanaqadir praktikalar orqali tugatyapmiz, ongimiz kengayapti. И biz yashab o'tishimiz shart bo'lgan abida bo'lishi mumkin. No, bu abida даже abidadek bo'lmasligi mumkin. Va
ну, siz hozir чувствовать qilasiz, aha, я сейчас обижаюсь, да? Ну, смешно, kulgili bo'ladi-da bu abida. Unda Помнишь, shunaqa oldin, holatlar да? bo'ladi. Qiynalib, понимаешь, qanchalik я сама проходила этот опыт. Ha, o'zimda Это очень больно. Bu og'riqli. juda og'riqli. Это hozir мы на своем уровне, но на самом деле это же очень больно было. И есть люди, которые проходят это. Сейчас проходят. Вот да. именно вы проходите это, понимаете? А ихняя задача, чтобы вы не проходили так. Biz ularni maqsadi mana shu qiynalib, kirib o'tmasligingiz uchun bizga imkoniyat yaratishyapti. Ну, вложение qilish kerak-da azizlar. Ozgina вложение qilish kerak. Ну, вложение qilmasa bo'lmaydi-da, понимаете? Hamma narsa energoobmen. Hamma narsa. Siz tekinga olsangiz ham energoobmen olasiz. Поэтому любой joyga bir daraxt bilan chomlashsangiz ham просто unga sevgi bildiring, balans bo'lishi uchun. Bildirmasangiz balans baribir ham ketadi, boshqa joydan ketadi. Ну, вложение kerak, bu sizning investitsiyasiz. Ну, bu investitsiya shunaqangi hayotingizni вот o'zgartirib kengaytirib beradi. Imkoniyatlar juda ham ko'p va har xil. Mana shu siz o'tayotgan abidami bu deb ham hayron qolishingiz mumkin. Это как помните, misol qilib keltiraman, magazinga borishimiz kerak, kuchuv. Da, akillab turibdi. Past vibratsiyada bo'lsangiz nima qilasiz? Kuchuv bilan tortishasiz, ну, olasiz programma, battar kirib ketishingiz mumkin. Kuchuv ishlashi mumkin. Все, ketdi sizda dоработка, проработка. Boshqacha bir состояние сознанияda siz ko'rishingiz mumkin kelayotganini. Da, все deb o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'tib ketishingiz mumkin, hattoki zamechательно qilmasligingiz mumkin. Qayerda ko'proq energiya ketyapti? Savol. Qayerda ko'proq energiya sarflayapsan? Утечка где? Kirib ketayotganda. Да. Vaziyatga. Kirib ketganda, ahamiyat ishonib berganda ham. ketganda. Da. Утечка ketyapti. A mana shu утечка ketganda nima ketadi? Energiya ketadi. Energiya bu nimani shakllantirib beradi? Materiyani shakllantirib beradi. Energiya ketdimi, materiya kamayishni boshlaydi. Все. И bizni energiya ketdimi, ongiz, energiya sig'imkorligi, siz утечка bormi? Siz beryapsiz, kimnidir sug'oryapsiz, o'zingiz borgan sari yo'q bo'lib ketasiz. Qayerga, qanaqa siz o'zingizni ongingizni kengaytirmoqchisiz, qanaqa qilib siz vысшаяga ulanmoqchisiz energiyangiz bo'lmasa, qanaqa qilib siz odamni sevmoqchisiz agar o'zingizda energiya bo'lmasa, resurs bo'lmasa, qanaqa qilib siz yangi ko'ylak olmoqchisiz agar resursingizni kuchukka berayotgan bo'lsangiz, misol uchun ilkdan boshqa bir insonga berayotgan bo'lsangiz. Понимаете? Mana shunaqa jarayon. Смогла объяснить? Да. Revность. Revность это тоже. Bu ham siz to'ydirdingiz o'sha revность programmasini, o'sha сущностlarni, revnostga javob beruvchi сущностlar bor-da. Ular borgan sari semirib boraveradi, siz revnovat qilaverasiz. No, опять-таки bu ham darabotka sizni. No, revnovat qilish качественный bor. Revность kerak narsa, kerak emas. Прям revnostni Abdulaziz qilib beringlar deganda, "Нет, işte revность kerak sizlarga" deydi. Это приятная энергия. Ya'ni qizg'anish. Да. Ну, bu energiya merada, me'yorda bo'lishi kerak. Biz 3D formatida qanaqa o'tganmiz? Kirib ketib, destruktiv qilib. А сейчас наоборот. Siqilib. Приятно qilib. Даже вот приятно же kimdir senga вот это самооценкада qanaqa Да. ценностingni his qilib turasan, пока odamimiz-ku baribir matritsadamiz и немножко umuman befarq bo'lsa ham g'alati bo'lib ketdi. Nimaga bu befarq deymiz. Ozgina revность bildirilsa, но это качественная ревность bo'ladi. Или сам bildirasan. Sen o'sha revность bildirsang, qanaqa inson xursand bo'ladi. Deb aytadi. Пока borda, ну, мы живем в этой матрице. Конечно. Есть программа, которую невозможно пока исключить. Ревность, которая не разрушает, Верно. которая уже, Умничка да, моя. Да. Ревность, приятно, которая наоборот наполняет даже. наполняет, дает ресурс. Да. Есть разница? Есть Ну, ты разница. проходишь эту ревность, она у тебя есть. Ну, какая? В качестве. У тебя материя проявляется в качестве. Твоя ревность – это материя, но она проявляется в качестве. Понимаешь, что Да. такое материя теперь? Да. Это тоже материя, на самом деле, проявление тебя в каких-то новых формах. Благодарю вас. Тебя благодарю. Когда возникают вопросы, когда есть рост, когда есть развитие. Если вопросов нет у человека, ему нужно немножко даже подзадумываться, да, почему нет вопросов у меня. Если все понятно, то есть savol yo'q, demak nima uchun savol yo'q? Agar hammasi tushunarli bo'lsa, или, возможно, у него уже уровень восприятия, что он действительно понял, yoki то есть действительно hamma narsani tushundi u inson, yoki bo'lmasa, bo'ldi, yetadi mana shu ma'lumot unga. Boshqa narsani sig'dira olmaydi, boshqa, то есть восприятие, да, вот это ракурс восприятия уже не воспринимает другую информацию.
yoki boshqa ma'lumotni olmaydi. Shuning uchun bu yerda ham e'tibor berilishi kerak bo'ladi. E'tibor beringlar, qanchalik sizlarda savol uyg'onadi, qanchalik siz savol uyg'onadigan darajada yashayapsiz yoki yashamayapsizda. Bu пока bir прирост bo'lgani, no поточность, ya'ni avtonomность holatiga o'tganingizda sizda уже hamma narsada принятияda ketaverasiz. No bu darajaga yetishda bir jarayonlarda demoqchiman-da. Masalan, savol izlayapsan-ku sen, bormikin, yo'qmikin savol deb-da. То есть biz aslida ma'lumot bergan edik, bu yerda ko'proq chuqurroq распекетировка ketdi. No mana shu ma'lumotni o'zida yetarli bo'lganlari bor, или просто bu ma'lumotni o'zini hazm qila olmaganlar ham bor. Nima haqida gap ketyapti tushunyapsan? U ham bu ham blago jarayon, resursga ega bo'lgan jarayon, faqatgina resursni sig'imkorligi har xil bo'ladi. Это тоже channeling olasizlar-ku. Ma'lumot olasizlar, все, распекетировка bo'ladi, energiyalarni olasizlar. Bundan keyin o'sha paytda o'zida вроде бы hammasi tushunarli, vaqt o'tib, nimaga bu bunaqa ketadi, то есть glubinaga ketamiz bizda. Bo'lganmi senda shunaqa? Bo'lgan. Mana shu glubina тоже bo'ladi. То есть onging kengayishni boshlaysan, sen ko'proq narsa xohlashni boshlaysan. Bo'lmasa o'sha paytda o'zida ham tayyor eding sen. Vaziyat yana qanaqadir ko'tarilinadi-da. Misol uchun men turmush o'rtog'im bilan olgan endi ikkalamiz munosabatimiz haqida olgan channeling o'sha moment men shunaqangi rostdan ham anglashni olaman va rostdan shunga shunaqa deyman-da. Vaqt o'tadi, keyin yana bironta savol uyg'onadi-da. U hamma aytgan narsalar esimdan chiqib ketgan bo'ladi, lekin yana qaytadan channelingga borsam, umuman boshqa proseslar ketayotgan bo'ladi. Ya'ni men chuqurroq tushunishni boshlayman. Tayyorgarligim, keyin tushunamanki, rostdan men endi tayyorman-ku deyman o'zimga ham. O'sha paytda ham tayyor bo'lgansan. Mana tayyorgarlikni ko'rvasan farqini? Mana xuddiki bir 2024-yili tayyorgarligi, 2025-yilda programmalarni tayyorgarlik farqi bormi? Mana shu super anaqa, prям da, то есть chuqurroq ketish. O'tgan galga sen уверенsan, что sen hamma narsani olib bo'lding. Sen prям удостоверенsan, senda qoniqish bor. Lekin vaqt o'tib yana dalshi ketasan. Bu это очень хорошо, bu juda ham yaxshi, aksincha ba'zi bir paytlarda o'sish uchun. Поняла? Да. Kattakon rahmat sizga, Shahnoz opa. Благодарю вас. Endi hammani yettipirda kutib qolamiz. Да, будем очень рады, будем очень рады. Chunki bunaqa imkoniyatlar agar inson, ya'ni shunaqangi murojaat qilgim kelyaptiki, hozir bizning intervyuimizni eshitib borayotgan eshituvchilarga o'zingizga 1 daqiqa vaqt bering. Shu savol bilanki, chunki men o'zimda shunaqa narsani his qildim. Vaqt berdim o'zimga, to'xtab tur. Shu narsa, ya'ni bizaga bu shundoq просто так siz tarafdan kelmayapti-ku. Buni bizaga, ya'ni absolut deymizmi, Alloh deymizmi, Xudo deymizmi, ilohiy kuchlar orqali bizaga shunaqa imkoniyat beryapti borliq. Xohladingmi, o'zingni o'zgartir. Men sen o'zgarib, sen hayotingni zo'r bo'lishini xohlayapman. Ya'ni shunaqangi bir bu shu darajaga yetib keldikki, bizaga hayot shu imkoniyatlarni beryapti. Men o'sha narsani his qilib o'zimga, ya'ni anglab qoldim-da. Qaysidir men eshitib yuribman har gal 7:1ga ketyapti, ya'ni nima deydi? Jarayon, proses ketyapti, informatsiya kelyapti, lekin qaysidir men o'zimga vaqt berdimki, shu narsani his qilib anglab ko'r, rostdan ham senga hayot shu imkoniyatni beryapti. Chunki men bu narsani уже tatib ko'rdim, o'zimda yashab o'tdim va natijalarga erishdim va bundan keyingi ya'ni Xudoyim deyman, yaratganim deyman, orqali berilayotgan imkoniyatlar, yettipirlarimiz, siz orqali berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib qolish menimcha bu juda ham o'zimizga, hayotimizga bo'lgan, ya'ni shukronalik bilan qabul qilishimiz kerak deb o'ylayman. Это bilasanmi, mana biz ber deymiz, buni o'zgarishni xohlaymiz deymizda, o'zimizdan nimadir berishimiz kerak deb baribir opять-tagi'da. Biz so'raymiz. Chunki bermasak, insonda shu narsa bor, siz bo'lib qo'ydim gapingizni. Agar bermasak, biz uni qadrlamaymiz. Qadri borligini ham sezmaymiz. Это тоже есть. Видишь, по-человечески это так. То есть insoniylik ongida shunaqa, действительно bu jarayon proses vibratsion darajada, energiyalar darajasida balans. Bu yerda balansni siz hozir boraman, agar mabodada, то есть nima qilaman, то есть olaman deb o'ylasangiz, то есть
bo'ladi shunaqangi случайлар, просто borsamda, просто kirib borsam, hech narsa bo'lmas. Niyat. Yo'q. Hozir bo'lmasligi mumkin-da. Потом bo'ladi. Ana o'shanda keyin bo'laganda просто так bo'lmaydi-da, bir necha bor baravar bo'ladi. Nima uchun? Потому что siz осознанно protsessni o'zgartirasiz. Bu jarayonda именно опять-таки-da balansni har bir joyda ushlash juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Albatta. Это yana bir narsa, mana biz aytamiz-ku, da borliq ber menga deb. Помните, prитча bor-ku. Alloh ber, meni qutqar. U yoqdan lotka keldi, bu yoqdan bu keldi, yo menga borliq beradi. Tipo как meni munosabatlarim yaxshilat, moliyaviy imkoniyatlarim yaxshilat. И раз sizga ma'lumot keldi-da, aytasiz, yo'q, meni yaxshilatib bergan imkon. Нет. Siz ozgina harakat qilishingiz kerak-da bu joyga. Mana shu fishka. Fishka shundaki, harakatni ular to'xtatib qo'yishmayapti. И то на блюдечке все, да? Да, ну, вложение qilish kerak, mana shu uchun. И на блюдечке bo'lsa ham harakat qilish kerak bo'ladi. Hozir lekin bizning matritsada ham hamma narsa energiya balansi orqali. Да. Даже bizga bu narsa juda ham ko'p tuyulib ketyapti. Ya'ni biz endi hozir hamma narsa energiya balansi orqali. Sezyapsanmi? Shuni sen buni sezyapsan, ko'pchilik sezmaydi buni. Chunki misol uchun hozir nima deydi? Во-первых, servis uslugalari ko'paygan. Bularni lekin hammasiga biz pul to'lash orqali erishamiz, ya'ni. Berasiz, olasiz. Beramiz, olamiz. Undan tashqari hamma narsa qimmatlab boryapti. Bitta bizda emas, butun dunyoda. Ценность yuqorilashyapti. Hozir hamma narsada energiya balansi bor. Bu nimani qiladi? Sizni harakat qilishingizni, materiyangizni ko'tarishingiz uchun nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Ya'ni yaratuvchi. Da, siz bu borada sen xohlaysan-ku ishtirok etishni. Nima qilasan? Nimadir berasan, чтобы moliyaviy imkoniyatni olishing uchun. O'zingdan harakat qilasan. Hamma joyda harakatni hech kim отменять qilgani yo'q har qanday holatda. Понятно? Да. Благодарю. Благодарю вас.